Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Bugundan Jizzax viloyat telekanalida yangi taqdimni Davlat xavfsizlik xizmati kubogi kundaligini qarshi oling. Joriy yilning 14-aprelidan, roppa-rosa 2 hafta oldin mamlakatimiz bo'ylab futbol va mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalariga start berildi. Davlat xavfsizlik xizmati, Sport vazirligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda O'zbekiston mahallalari uyushmasi hamkorligida futbol va mini futbol bo'yicha an'anaviy Davlat xavfsizlik xizmati kubogining ayni paytda davom etayotgan mavsumi ham katta kutilmalarni va'da qilmoqda. Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, yoshlar o'rtasida futbolni ommalashtirish, shuningdek, ular orasidan iqtidorlilarni aniqlashni maqsad qilgan turnirga viloyatimiz Jizzaxda ham qiziqish juda yuqori. Mazkur kundalik orqali viloyatimizning shahar va tumanlarda bo'lib o'tgan uchrashuvlar, musobaqada ishtirok etayotgan yoshlarning kayfiyati va fikrlari haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Dastlab musobaqa haqida umumiy ma'lumotlar va qoidalar bilan tanishing. 2021 yildan boshlab respublika yoshlari o'rtasida futbol hamda mini futbol bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari o'tkazilib kelinmoqda. Yoshlar o'rtasida katta qiziqishga sabab bo'layotgan mazkur ommaviy sport tadbirining nufuzi va geografiyasi tobora ortib boryapti. Viloyatimizda ham Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasining shahar va tumanlar bosqichlariga qur'a tashlash marosimlari o'tkazildi va guruhlar shakllantirildi. 16-30 yosh oralig'idagi yoshlardan iborat jami 696 ta jamoa guruhlarga bo'lingan holda raqobat olib borishmoqda. Jumladan bu yilgi mavsumda 305 ta futbol, 306 ta mini futbol va 85 ta qiz bolalardan tarkib topgan jamoalar musobaqada ishtirok etishmoqda. 24747 nafar o'g'il-qiz mazkur musobaqada ishtirok etish uchun xohish bildirgan bo'lib, ulardan 8790 nafari saralab olindi. Uchrashuvlar 43 ta futbol va 46 ta mini futbol maydonida o'tkazib kelinmoqda. Dastlab shahar va tumanlarning 4 ta sektor hududlari kesimida har bir mahalla yoshlaridan tashkil topgan jamoalar g'oliblik uchun kurashib, so'ng hududlar aro bahslarda kuch sinashadi. Musobaqa tuman, viloyat va respublika bosqichlariga qadar davom etadi. Bellashuvlarni o'tkazishdan maqsad uyushmagan, kam ta'minlangan va xorijiy mamlakatlarda ishlab kelib, hozirgi kunda ishsiz bo'lgan yoshlarni, imkoniyati cheklangan fuqarolar o'rtasida jismoniy tarbiya va sportni, shuningdek, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iborat. Shuningdek, yoshlarni jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullanishiga jalb qilish, futbol va mini futbol turlarini yoshlar orasida ommalashtirish, ular orasida iqtidorli sportchilarni aniqlashdir. Musobaqalarning birinchi bosqichi joriy yilning aprel-may, ikkinchi bosqichi iyun-iyul oylarida hamda uchinchi final bosqichi avgust oyida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Davlat xavfsizlik xizmati kubogida g'olib bo'lgan jamoalar mahallasiga mini futbol maydonlari, ikkinchi o'ringa universal sport maydoni va uchinchi o'rinni olgan jamoa mahallasiga streetbol sport maydoni qurib beriladi. Viloyatimizning hududiy jihatdan eng kattasi hisoblangan Sharof Rashidov tumanida bugungi kunda 48 tadan futbol va mini futbol bo'yicha jamoalar raqobat olib borishmoqda. Ortda qolgan 2 turdan keyin favorit jamoalar sekin-astalik bilan ajralib chiqishmoqda. Ular orasida doimo sovrinli o'rinlar uchun kurashadigan Toqchilik va bu mavsumda ham oldiga katta maqsadlarni qo'ygan Oqtoshota mahallasi yoshlarini ham aytib o'tish mumkin. Davlat xavfsizlik xizmati raisi kubogining bu yilgi mavsumida Sharof Rashidov tumanidan 48 tadan futbol va mini futbol jamoasi keyingi bosqich uchun raqobat olib bormoqda. Ikkinchi sektorning Xalqobod va Toqchilik mahalla yoshlari o'rtasidagi uchrashuv kutilganidek qiziqarli kechdi. Mazkur qarama-qarshilikda asosan ustunlik Toqchilik jamoasida bo'ldi. Ko'proq standartlardan o'z vaziyatlarini yaratgan jamoa burchak to'pidan uchrashuvda hisobni ochishni uddaladi. Bahsning birinchi bo'limi xuddi shu ko'rinishda yakuniga yetdi. Ikkinchi taymda ham raqiblarga qaraganda tartibliroq o'ynagan Toqchilik yoshlari yana bir bor raqib darvozasiga yo'l topishdi. O'yin mobaynida har ikki jamoada ham gol urish uchun qator vaziyatlar bo'lgan bo'lsa-da, hisob o'zgarmadi va 2-0 hisobida Toqchilik yoshlari musobaqani g'alaba bilan boshladi. Kunning ikkinchi uchrashuvida esa 3-sektorning Oqtoshota va Xayrobod mahallasi yoshlari o'zaro bellashdi. Ushbu uchrashuvda oqtoshliklarning qo'li baland keldi. Birinchi bo'limda o'z darvozalaridan 2 ta to'p olib chiqqan Xayrobodliklar ikkinchi taymda bir bor raqib darvozasiga yo'l topdi. Ammo bu jamoaga mag'lubiyatdan qutulib qolish uchun yetarli bo'lmadi. Bugun musobaqa doirasida birinchi uchrashuvimizni o'tkazdik. Birinchi guruh uchrashuvi albatta qiyin bo'ldi. Jamoalar o'ta kuchli.
Bu turnirda o'tgan yil ham qatnashganmiz, doimiy qatnashib kelamiz. Maqsadimiz katta. Hali guruh bosqichi, sektor bosqichi qolaversa, viloyatga ham chiqish niyatimiz bor. Bugun albatta birinchi o'yin bo'lgani uchun unaqa o'zimizning darajamizda o'ynaylik deb ayta olmayman. Albatta o'yinga moslash juda ham qiyin bo'ldi. Xudo xolasa keyingi turlarda bundan ham yaxshi o'yinlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Xayrobod jamoasi ham juda ham kuchli jamoa. Biz birinchi marta bu jamoa bilan o'ynashimiz emas, albatta oldin ham o'ynaganmiz. O'zini darajasida juda ham kuchli deb ayta olaman. Yaxshi jamoa. Mahalla yoshlari uchun juda ham qiziqishini uyg'otmoqda albatta. Men mahallada oldin sport bilan shug'ullanmagan bolalar hozir sport bilan shug'ullanishni boshlagan. Albatta bu sanab o'tsak juda ham ko'p. Shuningdek, mini futbol bo'yicha bellashuvlar ham tomoshabob o'tdi. Dastlab Katta qishloq va So'nggarlik jamoasi raqobat olib bordi. Birinchi bo'lim maydonda teng kurash ostida kechib, unda 2-2 hisobi qayd etildi. Ikkinchi bo'limda ancha faol bo'lgan Katta qishloq mahalla fuqarolar yig'ini yoshlari raqib darvozasiga oldi bor yo'l topdi. Yakuniy hisob esa 8-2 ko'rinishini oldi. Bu yilgi musobaqaga rejalarimiz katta. Bugun juda katta hisobda g'alaba qozondik. O'ylaymanki, keyingi musobaqalarda ham albatta g'alaba qozonamiz. Bu musobaqani tashkil etgan tashkilotchilarga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Keyingi o'yinlarda yanada yaxshiroq o'yinlar ko'rsatishga harakat qilamiz. Viloyatning amaldagi chempionlari Xayrobod mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi birinchi turda Oqtoshota mahallasi yoshlari bilan raqobat olib borib, imkoniyat qoldirmadi. Yakuniy natija 9-2 ko'rinishini olib, unda Xayrobodliklar g'alaba qozondi. Zardor tumanida ham mahalla yoshlarining musobaqa doirasidagi ishtirokini ijobiy baholash mumkin. 1000 ga yaqin yoshlarni atrofida birlashtirgan kubok o'yinlarining dastlabki bosqichidanoq raqobat juda keskin deyish mumkin. Shuningdek, ushbu tumanda ham o'yinlarni o'tkazish va tashkiliy jihatlarga e'tibor yaxshi darajada. Zardorda musobaqaning joriy mavsumida 24 ta mahalla yoshlari futbol va mini futbol bo'yicha keyingi bosqich uchun raqobat olib borishmoqda. Tuman sport majmuasida bo'lib o'tgan Andijon va Nurafshon jamoasi o'rtasidagi bahs gollarga boy tarzda o'tdi. Dastlab Nurafshon yoshlari o'yinni faol tarzda boshlab, raqiblari darvozasiga 2 bor yo'l topishni uddalashdi. O'tkazib yuborilgan gollardan keyin andijonliklar uyg'onishdi va hisobni penaltidan qisqartirishga muvaffaq bo'lishdi. Birinchi bo'lim 2-1 hisobida Nurafshonliklar foydasiga hal bo'ldi. Bu musobaqaga 1000 dan ortiq yoshlar jalb qilingan. Bu musobaqadan asosiy ko'zlangan maqsad mana shu yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Kelgusi musobaqalarga, musobaqa jarayonlarida bundan ham kuchli jamoalarni shakllantirib, viloyat kerak bo'lsa, viloyat bosqichlarida g'alabalarga erishish maqsadida mana shuni bugun barcha jamoalar futbol musobaqasida ishtirok etyapti. Bu yerda hozir faqat ishtirokchilardan tashqari mana tomoshabinlarimiz o'tiribdi. Ular ham mana shu yoshlarimizdan, sportchi yoshlarimizdan o'rnak olib, ularning ortidan izdosh bo'lib, musobaqalarga qiziqish yanada ortib bormoqda. Ikkinchi 25 daqiqalikda birinchi bo'limga qaraganda ancha tartibli o'ynagan Andijon yoshlari comeback amalga oshirishga muvaffaq bo'lishdi. Ikkinchi bo'lim boshida hisobni tenglashtirgan Andijon o'yin oxiriga borib g'alaba golini urishni uddaladi. Yakuniy hisob Andijon foydasiga 3-2. Yoshlar uchun bu bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish, ya'ni iqtidorli bolalar, shunaqa qishloq, mahalla joylarda ham iqtidorli bolalar juda ko'p. Mana shu yerda ko'plab kuzatib turibdi. Bunaqa tadbirlar ko'p bo'lishini xohlaymiz, shu tarafdorimiz. Bolalarni, ya'ni yoshlarni bo'sh vaqtini, ayniqsa mana shu dam olish kunlari ajoyib, o'g'il-qizlar yaxshi qatnashyapti. Musobaqaning mini futbol bo'yicha bellashuvlarda Toshkeskan va Yoshlik mahallasi yoshlari o'zaro raqobat olib bordi. Unda Yoshlik yoshlari raqiblarga deyarli imkoniyat qoldirishmadi. Birinchi bo'limda 4 ta gol urgan jamoa yakunda 7-1 hisobida raqiblardan ustun keldi. Birinchi uchrashuvda Navbahor mahallasini 8-4 ga yutgandik. O'yin juda qiziqarli bo'ldi. Keyingi o'yinda Toshkentsan mahallasi bilan tushdik. Toshkentsan mahallasini 7-1 ga yutdik. Bu musobaqadan maqsadimiz DXX kubogini olish va mahallamizni yuksaklarga ko'tarish. Bu musobaqaning o'tkazilayotganligi yoshlarga juda foyda beryapti. Shuningdek, Oqbuloq va Yangi hayot jamoalari o'rtasidagi raqobatda ham jangovar 2-2 hisobi qayd etilgan bo'lsa, Ravot hamda Mustaqillik yoshlari o'rtasidagi uchrashuvda ham jamoalar murosa yo'lini tanlashdi. 1-1. G'alla Orol tumani. Ushbu musobaqa ortidan bu tumanda futbolga qiziquvchi yoshlarning soni ortib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab o'tamiz. Ushbu tumanda ham 1000 dan oshiq yoshlarning kubok o'yinlarida muvaffaqiyat qozonishga bo'lgan ishonchi va ishtiyoqi yuqori.
Bugun mazkur tumanda 35 ta mahallada futbol va mini futbol bo'yicha jamoalar musobaqaning keyingi bosqichi uchun raqobatga kirishgan. Bellashuvlarda 1000 dan oshiq yoshlar qamrab olingan. Ayni kunlarda guruh bosqichining ikkinchi tur uchrashuvlari davom etmoqda. Birinchi sektorning Do'stlik va Moltob jamoasi o'rtasidagi bellashuvda umumiy hisobda 6 ta gol urildi. Unda moltobliklar raqib darvozasiga 5 ta gol urib, o'z darvozalaridan bitta to'p olib chiqishdi. Parallel o'yinda esa Marjon Buloq yoshlari Koresquduq jamoasini 7-1 hisobida yengdi. Shuningdek, mini futbol bo'yicha bellashuvlar ham murosasiz tarzda kechmoqda. Samarqand va O'zbekiston mahallasi yoshlari raqobatida esa 10 ta gol kiritildi. Uchrashuv avvalida jamoalar teng raqobat olib borishgan bo'lsa-da, ikkinchi taymda yaxshi o'yin ko'rsatgan O'zbekiston mahallasi yoshlari yakunda 7-3 hisobida g'olib bo'lishdi. Umuman olganda bu turnir tashkil qilinishi yoshlarimizga jamiyatimizda o'z o'rnini topish, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim rol o'ynadi. Kelgusi 3-tur bosqichlarini hozir tayyorgarlikda boshlaganmiz. Bu tayyorgarlikdan maqsadimiz tuman bosqichidan chiqib viloyat bosqichiga, viloyatda respublika bosqichlarida sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishni o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz. Ushbu turnirlarimiz ko'tarinki ruh bilan amalga oshirilyapti. Muxlislarimiz, jamoamiz hammamiz bir tanu bir jon bo'lib ushbu bosqichlarga tayyorgarlikni boshlab yuborganmiz. Do'stlar, Davlat xavfsizlik xizmati kubogi kundaligining dastlabki soni orqali sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Yangi haftadan birinchi bosqichning tur o'yinlari davom ettirilmoqda. Kundaligimizning navbatdagi soni va informatsion dasturlarimiz orqali viloyatimizning boshqa tumanlaridagi uchrashuvlar haqida ham ma'lumotlarni ulashib borishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha.